Suyunsa, zaten qanday kishi? Bundaq bo'lsa biz 3 podshohlikni davomli so'zlab ketdik. 3 podshohlikni ko'rgan do'stlar Suyunsoni balkim ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Sunjanninki cho'ng o'g'li. Endi Suyunsaga baho bergan vaqtda men qanday baho bermay degan vaqtda nihoyatda zabardast palvon. Nihoyatda yuraklik, jang qilishga moyil, ammo yili-mikri yo'q bir kishi deyishga bo'ldi. Endi buni nimishqa bunda bağlaymiz? Endi bu Suyunsoninki nomidimi shunda atilishi bor buningki Xiaobao Suyunso deydigan. Ya'ni kichik zo'migar Suyunso deydigan. Bu kichik zo'migar deganning o'zida buningki kichik turiblar boshqalar bo'zak bo'lmaydigan. Hatto boshqalarni bo'z ketib zo'migarlik qiladigan bir holatini belgilaydi. Demak bu ajoyib kuchtungur. Urush qilishga moyil, jang qilishga moyil, urushga moyil adam. Uningdan sip Suyunsoninki mushu kishilik aloqa, ya'ni mushu boshqalar bilan do'stlashish, boshqalarni qoyil qilish, boshqalarning ko'ngil elish jihatdimi ajoyib cho'ng iqtidor. Masalan bu Suyunso jangdong turayotgan vaqtda mushu 12 yosh vaqtida mushu atrofidagi nurg'un do'stlarini qoyil qilib, nurg'un do'stlar bilan tanishib, shularni hatto o'zininki mushu har qanday ishga nisbatan jon bagidek holatda atiya oladigan, o'zi bilan o'limdimi, ko'rimdim billa bo'la oladigan holatda tura oladigan shunday do'stlarni topa olgan, ham shunday qoyil qila olganda. Ham bularning ichida bir aylan bor. U kim o desa, Zhou. Zhou Yuni demak Suyunso 12 yosh vaqtida tanib, uning bilan tanishib, nihoyat yaxshi o'tgan yaqin do'stlardan bo'lib qolgan. Hatto Zhou Yuning uylariga berib qunib, shunday holatda bular ikkisi do'st bo'lganda. Endi buningki yuraklik deb maqtilishidagi sabab nima desa, bu jang qilishdan qat'iy qo'rqmaydi. Qanday odam bilan bo'lsa, kuchsini qilishni, shuni mag'lub qilib qilishni o'ylaydi. Yani buningki shunday palvonlik ish izlari nihoyat jiq, buni davomli so'zlaymiz. Ham buningki shu palvonlik qilib to'yib ko'rsatgan g'alblik janglarni qilgan ish izlari ajoyib jiq. Bu Yuan Shuga nurg'un tas bo'lgan shunda hujum qilish tas bo'lgan, ilish tas bo'lgan shaharlarni ep birdi. Nurg'un yengish mumkin bo'lmaydigan song'ullarni, palvonlarni yengib birdi. Endi buningki shunda kuchligiga hatto Sao qoyil bo'ldi-da. Sunjanning o'g'li Suyunso haqiqatan shu dadasidan qilishmoqdek palvon ekan deb hatto shu Sao'ni qo'rqitib o'tdi. Sao'ni qo'rqib buningki shunda palvonligidan işte küçükdek bir adamda bu. Yuan Shu'mu bunun qandaq bir nom berdi desa, agar o'g'lim bo'lsa, shu Suyunsodek o'g'il bo'lsa deyman deb, shundaq bir buni ta'riflaydi. Demak, buningki jang qilish mahorati bo'lsin, yuraklikligi bo'lsin, to'pi ko'z tushi bo'lsin, bu jihatlarda qat'iy Suyunsoni shunda bir yuqori baholasak, yuqori baho bersak ortiq ketmaydi. Endi bu Suyunsoninki birdan bir qilinmagan ish nima desa, zeraklik va hiyla-mikirlikni qilinmaydi bu. Endi buni hiyla-mikir yo'q deyishimizdagi sabab nima degan vaqtda, bu 3 podshohlikni ko'rsak shuni bayqaymizki, buningdagi kishilarniki hammasiniki hiyla-mikir bor. Qo'polroq desak, hammasi hiyla-mikirga to'lgan, bilimlik, aqlli odamlar. Shunda bo'lganligi uchun bular hayot qila oladi, ham texmi cho'ng ishlarni qila oladi. Suyunsoninki yili-mikir bo'lmaganligi uchun, o'ziga alayda bek ishinib ketganligi uchun bu o'zini qo'g'dashni qat'iy o'ylamaydi. O'zining kuchiga tayinibla har qanday kishidan qo'rqmayman, meni hech kim bir narsa qila olmaydi deb o'ylab olganligi uchun bu o'zini qo'g'dashga, ya'ni o'zining atrofiga kuchli odamlarni yig'ib o'zini qo'g'dug'ich qilishni o'ylamaydi. Shunga shu Sao'ninki mushaviri Goja buning qanday baho berdi degan vaqtda bu nihoyat kuchli palvon bo'lsa-mu, buningda hiyla-mikir yo'q birsi. Yana birsi buningda qarg'ulash o'ziga ishnish bo'lganligi uchun o'zini qo'g'dashni bilmaydi. Shunga bu cho'qim past odamlarningki qulida o'lib ketadi degan gapni deydi. Endi bu past odamlar degan qanday odamlar? Boshqalarga tuydirmay, ostdan bir taraf qildigan odamlarni ko'rsatdi. Shunga bu Suyunsoningki hayoti qaraydigan bo'lsak-mu, eng oxirida bu shunday past kishilarningki qaslishiga uchrab, bu yolg'iz qolgan vaqtda o'qiya zaxmlanib o'lib ketdi. Demak, buningki o'zini qo'g'dashini tuvan bo'lganligi uchun hayotini ayrildi degan gapda. Shunga bu Suyunsoningki hayotini kuzatgan bo'lsak, bu yuraklik, kuchlik, nihoyat zabardast bo'lgan bilan
o'zini ayashni, o'zini asrashni, o'zini qo'g'dashni bilmaganligi uchun ham shunday oqibatga qilib qoldi. Bunda qo'z do'stlar, sunsa to'g'riliq shunchalik so'zlab turlar. Texmi ko'p ishqalchalik oid mazmunlarni olmoqchi bo'lib qolsanglar, qo'shish belgisini besib, men qo'shib olinglar. Mushu filmni ko'rayotgan do'stlarning ichida nutq o'rganish arzusi bor do'stlar bo'lib qolsa, ayrim xonaq uchur qilsanglar, biz izdan nutq risolasi deb bir materialni tuzib chiqdik. Maxsus nutq o'rganishdiki va mushu so'zlash qobiliyatini oshirishdiki yaxshi yordamchi material bo'la oladi. Agar buni erishmoqchi bo'lib qolsanglar, ayrim xonaga uchur qilinglar.